Aygo chubura. Bismillah birodarlar. 10 ta odamga ish bor shahari. Sonju shahrida bo'ladi. Akalar, ish davomiyligi unaqa ko'p bo'lmaganligi uchun Sonju atrofidagi yoki Sonju shahrida yashaydigan birodarlarimizga tashab qo'yinglar. Xullas, mashinanglar bo'ladigan bo'lsa 150 ming berar ekan, mashinanglar bo'lmaydigan bo'lsa 130 ming berar ekan. 10 ta odam kerak. Akalar, endi ish turiga keladigan bo'lsak, hozir xurmo sezoni bo'lyapti-yu. Xurmo sezonida xurmo terish, xurmo toshish, shunga o'xshagan ishlar. Qisqasi mana shu yerga kelmang. Tenga kars nomerini chiqarib qo'yaman. Faqat kars tilini bilsanglar telefon qilinglar. O'tgan safar qo'ysam, karsga telefon qilib o'zbekcha gapiryapsizlar. Hali karslar o'rganmabdi o'zbekchani. Ozgina telefon qilmay turinglar, o'rganib olsa telefon qilasizlar. Ha, akalar, undan tashqari sizlarga bitta yangilikni aytib qo'yay. Kanalimizda 2700 ta odam bo'ldi. Bemalol kiraverasizlar. Akalar, mana 7-9 larga ish qo'yib qo'yganmiz akalar. Bitta mana er-xotinlarga ish qo'yganmiz akalar. Mana qaranglar, mana nima mashina zapchastlarida ish bor. Sizlarga qanaqa ish kerak bo'ladigan bo'lsa, shu yerga kiringlar. Mana ish oqtarayotgan akalarimiz ham bor. Suv archiyotgan, mana ishlarini tashlagan. Agar shunaqa ishlar bo'lsa, qilaveraman deb nomerlargacha qo'ygan. Shu yerga kirasizlar. Agar sizlarda ish bo'ladigan bo'lsa, adminga jo'natib qo'ying. Shu kanalga tashlaymiz. Undan tashqari Instagramga ham qo'yib yuboramiz. TikTok bilan birga kollaboratsiya qilib. Xullas, akalar manfaatli bo'lib qolayotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar, keyingi videolarda o'tkazib yubormaslik uchun. Xudo xolasa sizlarga moshni ishlar qo'yib borishdi, moshni yangiliklarni aytib borishdi xizmatidaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarda sovuq bo'lyaptimi? Chincha chubura.